Avvalambor assalomu alaykum barchaga do'stlar. Bu videoni srochno Rossiyada yurgan bloger bo'lmagan aka-ukalarimizga srochno yetkazib qo'yishingni so'rab qolaman. Sabab xo'p. Mana 2 kun 3 kun oldin rosa trendga chiqarishdi. Sirena cholinyapti, eshitdingmi, nima bo'layapti bu yerda? Vahima bo'layapti, urush boshlanadi shekil degan shunaqa narsalarni qo'yib ijtimoiy tarmoqlarga chiqarib yotishdi. Hozirda shularni mana shunaqa tarqatganlarga jinoiy ish ochilibdi. Ogoh bo'linglar do'stlar, shu orqali qamalib ketishinglar mumkin. Qaydan bo'lsa ham topadi sizlarni. Shuning uchun o'sha qo'ygan videolarni srochni o'chirib tashlayni. Imkoni boricha tezlik bilan o'chiringni. O'zi ushlab qamalayotganlar bo'layapti shuni orqasidan. Bu davlatni vahimaga soldiryapti, bir-biriga qarayapti, urushga tayyorgarlik ko'ryapti degan maqsadda tarqatyapti deb turib nima deydi? Jinoiy ish qo'zg'atilibdi. Shuning uchun bloger aka-ukalarimizga yetib borsin deb srochni video qilyapman do'stlar. Imkoni boricha shu videoni like bosib, podlitsa qilib, mana shunaqa video qo'ygan insonlarga albatta jo'natib qo'ying, srochni o'chirsin. Chunki o'shalarni ham uyida otasi, onasi intizor bo'lib kutyapti, bolalari kutyapti. Ogoh bo'lsin do'stlar. Albatta tarqating imkoni boricha. Bu odamni qo'rqitishi yoki vahima emas, haqiqiy narsalar. Men o'zim realni guvohi bo'ldim shu narsalarga. Shuning uchun chiqaryapman. Albatta bu videoga like bosib, podlitsa qilib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Xayr azizlar.